ochil dasturxonni ochib olding. Endi bularni taxlab gapirib o'tirasan uchun. Xudo xolasa juda ko'plab narsalar, mahsulotlar kelgan. Endi bularni o'qib bitta-bitta hayotimizga, insonlarimizga taqdim qilishimiz kerak. Sababi Bular hammasi probnik kelgan-a hozircha. hammasi probaga kelgan. Mana shunaqa tabiiy giyohlar, birisi jigarga, birisi immunitetga, birisi sog'liqni muntazam mustahkamlab turish uchun, birisi tahoratni mustahkamlash uchun, birisi ibodatga quvvat, birisi farzand tarbiyasiga, birisi juda ham muhim organlarimizga. Sababi birinchi navbatda ichak toza tursa, qon tomirlari toza tursa, haqiqiy pochkalarimiz toza tursa, insonda kasallik ortiqchalik qilmaydi, yengib o'tib keta olamiz inshaalloh. Shu sababdan mana shunaqa tabiiy narsalar to qachon kasal bo'lish uchun emas, kasal bo'lishdan oldini olish uchun ham iste'mol qilib yursa, bularni qarang ko'pligini hayotimizga tatbiq qilamiz. Chunki bu noz ne'matlar ozuqa o'laroq Allohim tomonidan mana shu yer yuziga yoyib qo'yilibdi. Biz Sharq tabobatini haqiqiy ildizi bo'lmish Xitoy tabobatidan o'rganish maqsadida mana shunaqa probniklarni olib keldi. Endi o'zimizda sinab hayotimizga tatbiq qilamizki, jamiyatimizdagi har bitta inson qaysi sohada faoliyat yurishidan qat'iy nazar sog'lom bo'ladi, kelajagimiz uchun mehnat qiladi. Tunu kun ertalab ishiga birinchi kuni borgandek taassurotda quvvatga ega bo'lib borib, kechasi oilasini bag'riga ishlamagandek kelish uchun mana shunaqa mahsulotlarni tatbiq qilamiz sizlar uchun Xudo xolasa. Sababi aqliy salohiyat doim birinchi o'rinda turish uchun o't qop yaxshi bo'lish kerak. O't qop yaxshi bo'lsa, kayfiyat yaxshi bo'ladi. Kayfiyat yaxshi bo'lish uchun kulishimiz kerak. Kulishimiz uchun sog'liq bo'lish kerak. Sog'liq bo'lish uchun bizani do'konimizga tashrif buyurishinglar kerak. Sababi har bitta inson bir kun kasal bo'lib qolsa, yurtimizga, jamiyatimizga foydasi uzilib qoladi, zanjir uzilib qoladi. Shu uchun bizlar oqsaqlamashimiz kerak rivojlanayotgan dunyoda. Mana buni qarang, kardiseps, mitti oltin deyiladi. Bu yarimi qurtni miyasida o'sadi, yarimi o'simlik o'laroq chiqib turadi. Qishda harakatlanadi, yozda to'xtaydi. Juda ham yaxshi mahsulotlar kelyapti. Bular probniklari baraka topsin, Tibetdan keldi. Bularni o'qib o'rganasan uchun ba'zilarini o'zingda sinaysan, keyin mana bu podpischiklaringga targ'ib qilasan. Bizani bu Master So'g'afti do'konimiz, bu Qatortol optik bozorda inshaalloh yana ham zo'r mahsulotlarni olib kelishga harakat qilamiz. Siz butun dunyo giyohlarini ko'rib, olmasangiz ham shundoq bir tomoshaga kelib kelsangiz bizlar xursand bo'lamiz. Sizlar uchun ma'lumot mana bepul yetkazib beramiz. Kelsa inshaalloh mana bu narsalarni yana tushuntirib beramiz. Har qanday kasalga o'limdan boshqasiga iloji bor degandek, bizlar qo'ldan kelgancha sizlarga tabiiy narsalarga, tabiiy mahsulotlarni berishga harakat qilamiz uchun. Inshaalloh. Bu juda ham zo'r mahsulotlar. Xudo xolasa keling, kutib qolamiz yokida direktdan yozing, inshaalloh qo'ldan kelgancha ma'lumot beramiz. Bu mahsulotlarning birontasi inson salomatligiga ziyoni yo'q, sababi bular tabiiy. Albatta. Mana shu videomiz uchun uzoqroq bo'lsin, mayli YouTube'ga qo'yamiz buni. Buni YouTube'ga qo'yamiz. Xudo xolasa har bitta insonni tabibga aylantirmagunimizcha qo'ymaymiz. Sababi kasal bo'lishdan ko'ra oldini olgan afzalroq. Har bitta yegan ovqatimiz dorimiz bo'lish kerak-da, dorimiz yegan ovqatimiz bo'lish kerak. Tanovul o'laroq jismoniy tarbiya, ruhiy tarbiyani doim oldinga suramiz. Endi bemalol xotirjam bo'ldik. Sal uzoqroq ma'lumotni bemalol bersak bo'ladi. 10 minut, 15 minut bular misol ko'p ma'lumotlarni yetkazib olmay qolasan. Bizning do'kon 99% bu Xitoy tabobat, Xitoy tabobati yo'nalish bo'yicha uchun. Albatta. Turkiyadan kelayotgan mahsulotlar hammasi halol, eng zo'r ishonchli mahsulotlar. Mana bu Instagram, YouTube'larda ko'p videolarni ko'rasan, eng ishonchlisi biznikida, bizlar qo'rqmay aytamiz. Sababi shu paytgacha uni uyaltirmadik, bundan keyin ham xalqni uyaltirmaymiz. Halol ishlagandan keyin uchun hamma joyda ishing o'zing yaxshi bo'laverasan. Choylarda agar zo'rini ichmoqchi bo'lsangiz bizani do'konga keling. Nomer 1 mazza qilib ichasiz. Dorivor giyohlarni zo'rini olmoqchi bo'lsangiz bizlarning do'konga keling, bizlar sizga taxlab beramiz. Xudo xolasa. Yana ko'p ma'lumotlarni bizlar yetkazamiz deymiz, vaqt yetmaydi. O'zi bir mana bu kalibratsiyaga o'xshagan narsani qilib, uning uchun o'tirib, ko'p narsalarda iloji bo'lsa bitta ikkita mana bu o'zimizda kardiolog, revmatolog mana tanish doktorlarim bor-ku. Mana shularni o'zi o'tirib kontent qilish kerak. Hozirgi kunda masalan ko'p doktorlarimiz o'zi ham kelyapti, masalan, kelib olib ketyapti, masalan, o'sha ular ham inson, doktorlar ham inson. O't qopida muammosi bor, ishlab bechoralar o'ziga qaramaydiganlar qancha. Yana bitta nimasi, kecha kun bittasi keldi, o'zi zubnoy ekan, akamni tishini ko'rsang yarimi singan. Ancha hazillashdik doktor bilan, mana bitta o'zimiznikilar, o'sha odam aytayapti, shunchalik ishim ko'pligidan o'zimga qaragani vaqt yo'q deyapti. Xuddi shunday. Men aytdimki, aka meni shogirdlikka oling, bir 10 kun o'rgating, o'zim sizga chiroyli hisob qilman deb akamdan hazillashdik.
Xudo xolasa inshaalloh Qatortol bozoriga kelganingizda bu giyohlarimiz sizlarni kutib qoladi. U inson salomatligi uchun, sog'lig'ingiz uchun bemalol kelib, profilaktika uchun ham uchun sog'lom odam ichsa ham bo'ladigan narsalar. Hammasi Faqat sog'lom. kasallikda emas. Ko'p narsalar o'zi mana bu tabiiy narsalar sog'lomlik paytida ichish kerak. Kasallik paytida emas. Kasallikni oldini olish kerak. O'shanda hamma narsa oson bo'ladi, xudo O'shanda xohlasa. hamma Yengib narsa o'tish oson oson bo'ladi. Baraka top bularni hammasini ochib, ichib, ko'rib, o'rganib, o'qib, bemalol inshaalloh taxla yana xudo xolasa assortiment ko'paytiramiz. Niyat shu yil oxirigadir shu giyohlarni 1 millionga olib chiqish. Xudo xohlasa. Prosmotrini ham ko'paytirish, hammaga tanitish. Albatta. Taniganingizdan keyin siz bitta ilmga ega bo'lganingizdan keyin kelajakda voy bu sizni aqliy salohiyatingiz kimgadir nasihat qilsangiz na so'zdan qolasiz, na tildan qolasiz. Ma'lumotni to'kib tashlaysiz. Shu orqali sog'lig'iga qayg'urishingizni anglab yetkazasiz. O'sha kim tabib boshidan o'tgan tabib dedida uchun bu mahsulotlardan olib, foydalanib ichib ko'rsa, o'zi professor ketadi shu odamlar. Albatta. Bitta kasallikdan bir inson tuzalsa, kami 100 ta odamga yetar ekan. Bu degani 100 ta odam tuzalsa, 1000 ta degani, 1000 ta tuzalsa, 100 ming ta degani. Xudo xohlasa. Mana shunaqa qilib, hozir qara, hammani xonadonida bu ketib oldi. Masalan, birov bilmasdi, kardamon nima, qalampir munchoq nima, ham uchun, rastropsha nima, mana bu barbarislar nima, birov bilmasdi. Hozir borganki, hamma insonlarda xonadonida bor. Bo'lgani ham yaxshi. Bo'lmaganini ham misol qaydadir borib ichyapti. Masalan, hozir ko'chalarda, kafelarga borsang, lichebli choylar damlab beryapti. Oshxonalarda misol o'sha koritslarda eng mashhur giyohlardan dorivor choylar tayyorlab beryapti. Dolchinli choylar. Dolchinli choylar. Bitta ichganda miyalari dam olyapti. Ayniqsa mana bizning muhabbat choylarimiz bor-ku. Qancha odam mazza qilyapti muhabbat choyini. Choy bilan gaplashgan odamni endi ko'rish. Tayyori bormi yo'qmi bu yerda? Yo'q, hozir tugadi. 3 joyni ichdim bugun ham. Har kuni ichamiz. Mana shu qon aylanish tizimini yaxshilagani boisi na uvishlar bo'ladi, na toliqishlar bo'ladi. Kechgacha g'amir-g'amir qilib mehnatda, izzatda tolmaysiz, xudo xolisa. Uchun ko'proq sen o'zingga e'tibor qaratishing kerak. Sababi hali sen ancha xalq xizmatini qilishing kerak. Inshaalloh. Sababi sen bilan bizlarga o'xshagan insonlar hali xalqqa xizmat qilishimiz kerak. Xalqda duosini olishimiz kerak. Bularda ishonchini qozonishimiz kerak. Siz kuzatib boring. Bizlar har doim sizga yaxshilik ilinamiz. Nafaqat tashrifingiz uchun, balki tomosha qilib ham mana shu hayotingizga ozgina bo'lsa ham charog'onlik ulash uchun bizlar sizlarga kechani kecha, kunduzni kunduz demay ish faoliyatidamiz. Xudo xolasa sizlarni g'oyibona ko'rib turganimizdan xursandmiz. Yana tashriflarni sog'inib kutib qolamiz. Mana shu mittigina do'konimizda katta qalbli yuraklar ishlaydi. Albatta. Har bitta mahsulotimiz jon tomirimizgacha foydali. Shu uchun biz sizlarni sog'inib qolamiz. Qora sedana deysizmi, matcha choy deysizmi, ozishga, jigar salomatligi uchun, ichak salomatligi uchun, undan tashqari gormonalni muvofiqlashtirish, balanslarni rag'batlantirish, buqoq kasalliklarda, tanadagi ortiqcha yog'larni eritishda, farzandsizlikda, prostata yallig'lanishlarida, kechalari uyquni buzib tahoratga ko'p chiqmaysiz. Davleniya nima, sahr nimaligini bilmasdan yashaysiz ki, mana shu betobliklar bo'lmagan insondan sog'lom bo'lasiz. Mana shu bizning mahsulotlarni ichib yursiz. Xudo xolasa zafaron yog'larigacha olib kelib qo'yganmiz, yuragida muammo, ritmi buzilganlarga. Bizning do'kon tabiiy apteka. Ya'ni Живая apteka. Tabiat bilan hamnafas bo'lasiz. To'rdona bo'lsa ham kelib, barbarisimizdan bo'lsa ham olib keting. Mana shunaqa chernikalarimiz bor. Hammaga tanish. Kelib mahsulot olmasdan bir xo'plam choyimizdan ichib ketsam biz xursand bo'lamiz. Xudo xolasa, shuni harakatidamiz. Inshaalloh sizlarni sog'inib kutib qolamiz, chunki sizlarning sog'liginglar bizning boyligimiz. Har bitta insonning yuragi urib turar ekan, qadariga qadar birovga muhtoj bo'lmasligini Robbimizdan so'rab qolamiz. Shu uchun bizning do'konda har doim sizlarni kutib qolamiz. Tashrif buyuring, odam ko'p bo'lsa, biroz diqqat bo'lmay kutib tursangiz, chin ko'ngildan xizmat ko'rsatib, sizlarning roziliklarini olishga harakat qilamiz. Xudo xolasa mana shunaqa tabiiy choylarimizdan ilinib qolamiz. Buni hidini qarang. Ko'klamni hidini beradi. Choylarda oq choyi ham bor, ko'k choyi ham bor. Ko'k choyda eng originali ham bor. Ertalab quyosh chiqmasdan oldin terib oladigan choylarimiz bor. Mana bundoq asabiylarga, uyqusi yomonlarga mahsulotlarni eng zo'rlarini solib qo'yamiz. Bu nomer 1 dunyo bo'yicha qora jenshin deydi. Voling jenshini deydi. Voling jenshin 22 marta bog'lanar ekan. 3 ta donasini yarim litr qaynoq suvga sho'rini ta'kidlab o'tamiz, damlab iching. Kechasi farishtalar allaytib chiqsin, mazza qilib uxlaysiz, ertalab Ichkilikdan qiynalayotganlar uchun ham giyohlarimiz bor. Inshaalloh bizani duo qilasiz, mazza qilasiz. Xumorni tashlashga juda zo'r yordam beradi. Xudo xolasa. Bu zo'r mahsulotlar, ko'p o'sha Tibet mahsulotlari keladi. Kelganingizda mana Umidjonning sevimli o'g'irchasi kardasepslardan tayyorlab, sizni ko'p kasalliklaringizga inshaalloh birgalikda barham beramiz. Bir choy qoshiq asal bilan sizni juda ham katta kayfiyatingizni o'zgartirishga harakat qilamiz. Immunitetingizni millionga pikka olib chiqamiz. Albatta. Inshaalloh. Baraka top, qo'llab quvvatlang, bizani yo'qotib qo'ymaslik uchun обязательно
podpisatsiya bo'lib oling, yaqinlaringizga jo'natib qo'ying uchun. Sababi bizlarda hali ko'p yangiliklar bor. Sizlarni sog'inib qolamiz.